Assalomu alaykum. Bir kun kelib yelkasiga leytenant pogonini taqishni orzu qilgan yoshlar uchun o'tgan hafta unutilmas tarixga aylandi. 4 yillik mashaqqatli ta'limni muvaffaqiyatli yakunlagan yoshlar ilk bor ofitserlik safiga qo'shildi. Shu va boshqa muhim voqealar bilan haftalik dayjestimizni boshlaymiz. Milliy gvardiya Jamoat xavfsizligi universitetida tantanali bitiruv marosimi bo'lib o'tdi. Bitiruvchilarga ilk leytenant harbiy unvoni, diplom va ko'krak nishonlari topshirildi. Marosimda davlat va harbiy idoralar rahbarlari ishtirok etib, yosh ofitserlarni sharafli xizmat yo'lining boshlanishi bilan tabrikladilar. Barchangizga kelgusi xizmat faoliyatingizda omad va zafarlar tilayman. Oq yoshlarga sog' bo'linglar. Tantana davomida harbiy orkestr chiqishlari, ko'rgazmali namoyishlar hamda Amir Temur siymosi aks etgan tarixiy sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Noan'anaviy tarzda o'tkazilgan mazkur tadbir barchada katta taassurot qoldirdi. Milliy gvardiya qo'mondoni general-polkovnik Bahodir Tashmatovning Namangan viloyatiga tashrifi davomida tizim faoliyatining muhim yo'nalishlari yuzasidan manzilli o'rganishlar olib borildi. Hududiy bo'linmalarning xizmatni tashkil etish holati, jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va shaxsiy tarkib uchun yaratilgan sharoitlar ko'zdan kechirildi. Xizmat sifati va samaradorligini oshirish, aholi bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha zarur chora-tadbirlar belgilandi. Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari xizmat vazifasini bajarish davomida yana bir bor jasorat va fidoyilik namunasini ko'rsatishdi. Qarshi shahridagi Qashqadaryo sohili xiyobonida suvda cho'kayotgan 19 yoshli fuqaro tezkorlik bilan qutqarib qolinib, unga birinchi tibbiy yordam ko'rsatildi. Yoshlar oyligi doirasida respublika bo'ylab qator ma'naviy, ma'rifiy va sport tadbirlari tashkil etildi. Yozgi oromgohlarda dam olayotgan yoshlar uchun vatanparvarlik ruhidagi uchrashuvlar hamda sport musobaqalari o'tkazildi. Milliy gvardiya ma'naviyat va ma'rifat markazida esa yoshlar uchun teatr tomoshasi namoyish etildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy qo'mondonligi quruqlik qo'shinlari delegatsiyasining O'zbekistonga tashrifi doirasida Milliy gvardiya markaziy devonida uchrashuv bo'lib o'tdi. Muzokaralarda harbiy hamkorlikning bugungi holati, 2026-2027 yillarga mo'ljallangan hamkorlik rejalari, memorandum loyihalari hamda IMET dasturlari doirasida harbiy xizmatchilarning malakasini oshirish masalalari muhokama qilindi. Botanika bog'ida Milliy gvardiya tashabbusi bilan yoshlar uchun sport tadbiri tashkil etildi. Dastur doirasida turli sport musobaqalari o'tkazilib, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, yoshlarning jismoniy faolligini oshirish hamda do'stlik va hamjihatlik muhitini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi haftada yana eng muhim yangiliklar bilan uchrashguncha xayr.